Hurmatli obunachilar, bugun siz bilan uyda bor masalliqdan guruchli qatiqli ovqat qilishni o'rganamiz. Birinchi bo'lib qiladigan ishimiz, guruchimizni tozalab yuvib oldik. Endi buni ozgina yog' solib qovurib olamiz. Mana shunday qovurib olamiz. Xohlasangiz sariyog' solishingiz mumkin, xohlasangiz o'simlik yog'i solib qovurib olishingiz mumkin. Guruchimiz qovurilyapti. Bunga yarim choy qoshiqcha sepamiz va aralashtirib olamiz. Endi bir piyola guruchga 1 litr muzdek suv solaman. Va guruchlarimiz pishib chiqquncha qaynatib pishirib olamiz. Mana obunachilarimiz, guruchimiz tayyor bo'lguncha biz farshimizni 2 boshgina chesnakni maydalab oldim. Bitta dona piyozni parrakcha qilib to'g'rab oldim. Uchalasini 3-4 tomchi soya yog' solib, tuz solib, qizdirilgan tavoda yaxshilab qizdirib qovurib olamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Birinchi qiladigan ishimiz farshimizni solib olamiz. Mana obunachilarimiz, yog'imiz qizib chiqdi. Endi farshimizni solib qovurib olamiz. Farshimiz qovuryapti. Bunga chesnogimizni va nomiga 3 tomchi soya yog'i solib olamiz. Yana qovurishda davom etamiz. Endi obunachilarimiz, piyozimizni ozgina sepamizda piyozimizni solib qovurib olamiz. Obunachilarimiz, piyozimizdan past alovda qovurilyapti. Endi yarim choy qoshiq qizilcha, yarim choy qoshiq ezilgan murch va bitta dona qalampirni solib qovurishda, past alovda qovurishda davom etamiz. Xohishingizga qarab, xohlasangiz qalampir solmasligingiz mumkin. Qovurib olamiz yana. Mana obunachilarimiz, guruchimiz qaynab chiqdi. Past alovda guruchlarimiz pishguncha qaynatib olamiz. Mana obunachilar, zirvagimiz, piyozlari qizarib, o'tlari qizarib, qovurilguncha qovurib oldik, tayyor bo'ldi. Endi buni tagini o'chirib, og'zini yopib dimlab qo'yamiz. Guruchimiz ham pishib chiqdi, mana katta bo'lib pishib chiqdi. Endi guruchimizni ham tagini o'chiramizda 20 minutga sovitishga qo'yib qo'yamiz. Mana obunachilarimiz, guruchimizni sovutib kosalarimizga solib oldik. Endi bunga tayyor damashni suzmadan foydalanaman. Suzmani suyuqroq qilib oldim va boya tayyorlab olgan podlivam. Birinchi qiladigan ishim, bitta qoshiqda suzma solaman. Ikkinchisi, bitta qoshiqda tayyorlagan podlivamdan solaman va birgalikda aralashtiramiz. Bu ovqatimizni xohlang iliqli vaqti, xohlang muzdek qilib iste'mol qilsangiz ham bo'laveradi. Mana obunachilarimiz, guruchli qatiqli ovqatimiz tayyor bo'ldi. Achchiqqina, xohishga qarab o'zingiz yanada achchiqroq bo'lishini xohlasangiz murch solib olishingiz mumkin. Men qalampir solganligim uchun boshqa murchdan foydalanmadim. Bemalol siz ham uyda buni tayyorlab ko'ring.